Sayroqi qushcha Zamira Ibrohimova. Bugun Xosiyatxonning dadasi qafasda sayroqi qush olib keldi. Xosiyatxon singlisi Hidoyatbonu bilan qushchani ko'rib quvonib ketishdi. So'ng qafas yoniga kelib, uni tomosha qila boshladi. Qushcha chiroyli, uning mayin patlari sariq, jajji qanotlarining uchlari esa oppoq edi. Qushchaning harakatlarini kuzatib turgan Hidoyatbonu: "Opa, qushcha nega qo'rqyapti?" deb so'radi. "Sen ham bir o'zing begona odamlar uyiga kirsang qo'rqasan-ku. Shunga qushcha ham qo'rqyapti." "Voy, unda biz begonamizmi?" hayratlanib so'radi Hidoyatbonu. "Ha, u bizni hech qachon ko'rmagan, shu sababli bizni tanimaydi", dedi so'zlarini dona-dona qilib Xosiyatxon. Opa-singil qushchani yana biroz tomosha qilishdi. Qushcha sakrashda davom etardi. "Opajon, keling, unga eng chiroyli o'yinchog'imizni beramiz." Qushcha o'yinchoq o'ynamaydi. "Nima bo'pti? U bilan o'ynaymiz, keyin qushchaga begona bo'lmaymiz", dedi sevinib Hidoyatbonu. "Yo'q, kel, yaxshisi qafasga daraxt shoxlaridan o'rnatamiz. Qushcha daraxtzorda uchib yurgandek maza qilib yashaydi", javob berdi Xosiyatxon singlisiga qarab. "Voy, qanday yaxshi!" Hidoyatbonu chapak chalib yubordi. Opa-singil birpasda shox-shabba yig'ib kelishdi. Nilufar opa qizlariga yordam berdi. Ular ayri shoxlardan 3tasini qafas ichiga tikka qilib qo'yishdi. Endi qafasning ichi shinamgina daraxtzorga aylandi. Xosiyatxon qushchaning idishiga suv quydi. Hidoyatbonu esa ikkinchi idishchani tariq bilan to'ldirdi. Ammo qushcha hali ham shoxdan shoxga pitirlab sakrardi. "Oyijon, bu qushcha chumchuqmi?" so'radi Xosiyatxon. "Yo'q, bolajonim, bu kanareyka. U juda yoqimli sayraydi." "Unga daraxtzor yoqdimikin?" "Menimcha, sizlar mehr bilan yasagan kichkina daraxtzor qushchaga juda yoqqan bo'lsa kerak", dedi onasi. "U hali ham qo'rqyapti-ku", dedi Hidoyatbonu. "Qushcha yangi joyga o'rgansa, sizlarga bir sayrab beradiki, qoyil qolasiz." Ertasiga kutilmaganda qushcha jarangdor ovozda sayrab yubordi. "O, qushcha juda sayroq ekan-ku, ovozi uyni to'ldirib yubordi-ya", hayratlandi dadasi. Qushlarning sayrashida hikmat bor. Ular tinchlik, omonlik, mehr-oqibat, qut-baraka bor joyda shukrona aytib sayraydi, dedi buvisi jilmayib.